o'ylaymiz. Yaxshimisizlar yigitlar? Havo yaxshimi? Qalay? Tinchliklar, ko'rganimizdan. Kamillar, Anadolu'da mana ko'ra oydincha hamma yaxshi tanistlar. So'zlar chegaraman. Rahmat. Tomondan nima qo'llashni bo'lsa qo'llar, trenerlarga, boshqalarga yo'l ko'rsatish bizlarni vazifamizga kiradi. Ko'tarildi, hammasi ko'tarildi, xolasi, hammasi ko'tarildi. Bitta ozgina oqsab qo'yadigan hozirgi kunda Namangan. Endi bu ham bo'lsa, ozgina nasihatsizlik muammo emas. Buni hammasini birga hal qilamiz. To'xtash kerak emas faqat. Hammani o'ziga yarasha muammosi bor, hammasini o'ziga yarasha yaxshi bo'lolmaydi. Buni bizlar nima uchun aytadi-yu, muammo bo'lsa muammoni yechish kerak. Uni kutib o'tirish kerak emas. Ana bu holat. O'zimiz qilmasak hech kim bu muammoni yechmaydi. Hammasi birga yechim topsak, o'ylaymanki, hammasi yechiladi. Osiyo o'yinlari, Osiyo chempionati, Osiyo o'yinlari yod o'tadigan hisobiga ular